Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa ishimizni yakunladik. Ko'rib o'zlaring baho beraverasizlar. To'g'riga mana sensorli oynalar qo'yganmiz. Rakvina tombasi bilan qo'yilgan. Yonida mana unitazimiz joylashgan. To'g'rida to'pli polni kollektori tepasida fortichkasi bilan. Kollektorni o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Mana avtomatlari bilan bemalol yoqib o'chirish mumkin. Bu fortichkani ustiga narsalarni terib qo'ysa bo'laveradi. Fortichka bilan kollektor turgan joyda eshigimiz bor edi. Bu eshikni biz to'sib tashlab, bu tomondan eshik ochdik mana. Eshikni bu tomonga oldik, u tomon to'sildi. Mana kulchator rozetkalarimiz zazemleniyasi bilan qo'yilgan. Bu tarafimizda mana ko'rishlaring mumkin dushovoy smesitelimiz. Devorlariga ko'rishlaring mumkin eng sifatli plastik materiallardan ishlatganmiz. Smesitellarimiz, hamma narsamiz rosa sifatlisidan qo'yilgan. Pollariga ham yuqori sifatdagi keramogranit qo'yilgan. Bu keramogranit qo'yilishidan sabab cho'milganda yoki boshqada hech qachon o'ziga suvni shimamaydi, beton nam tortmaydi. Doimo quruq turadi tag qismi, fundament qismi. Patologlariga ham shunaqangi plastiklardan ishlatganmiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat.